2021-yildan beri ilk bor Conor Makgregor yana T-Mobile arenaga qaytdi. Bu oddiy arena emas. Aynan shu yerda Conor Makgregor, Habib, Nate Diaz, Dustin Poirier va Max Holloway kabi afsonalar bilan oktagonga chiqqan. Bu devorlar Conorning eng buyuk g'alabalari va eng og'ir mag'lubiyatlariga guvoh bo'lgan. Makgregor UFC 329 oldidan unga ishonmayotganlarga murojaat qildi. Sizlarning barchangiz mendan shubhalanyapsiz. Meni tugadi deb o'ylayapsiz. Menda umuman imkoniyati yo'q deb hisoblayapsiz. Yaxshi, buni oktagonda isbotlayman. Conor Makgregor tun bo'lishiga qaramay mashg'ulotlarini to'xtatgani yo'q. Uning yaqinlari aytishicha, Conor hozir so'nggi yillardagidan ham kuchli motivatsiyaga ega. Hatto mashg'ulotni davom ettirish uchun UFC suratga olish jarayonini ham o'tkazib yuborgan. Tungi yugurishlar, tinimsiz tayyorgarlik va yana katta maqsad. Conor ushbu jang haqida shunday dedi: Hozir faoliyatimdagi eng yuqori cho'qinaman. Bu sportda hali qo'lga kiritadigan narsalarim juda ko'p. Yana chempionlik kamarlari, yana nokautlar, yana rekordlar va yana ko'proq daromad. Men buning barchasiga munosibman va hammasini qo'lga kiritaman. Jang olami bu Makgregor olami. Hozir esa men o'zimning eng kuchli holatimdaman. Endi buni oktagonda isbotlash vaqti keldi. Men iste'dod degan tushunchaga ishonmayman. Menda bor narsa iste'dod emas, bu cheksiz mehnat va motivatsiya. Kim vaqtni va mehnatni ayamasa, albatta maqsadiga yetadi. Bugun men avvalgidan ancha tajribali va texnik jihatdan kuchliman. Oktagonda men uchun xavfsiz nuqta yo'q. Har qanday vaziyatdan nokaut qila olaman. Max Holloway bu safar oldingidek Conorga emas, butunlay boshqa yirtqichga qarshi chiqadi va u buni to'liq his qilmoqda, dedi Conor Makgregor. Max Holloway Conorning trash talk haqida fikrini aytdi. Uning gaplari: U kimga nima demoqchi bo'lsa gapiraversin. Agarda bu unga oktagonda yordam bersa, Conor notiqlik bo'yicha juda iste'dodli va gapirishni yaxshi ko'radi. Balki u o'zini jangga ruhiy tayyorlash uchun shunday qilayotgandir. Men buni 100% qo'llab-quvvatlayman. Men Max Holloway uning aytganlarini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Gapirishda davom et. Men sening jangga chiqishingni sabrsizlik bilan kutyapman. U meni jangchi sifatida umuman o'zgarmagan deb aytayapti va yana turli gaplarni gapiryapti. Mayli, gapiraversin. O'zing xohlagan narsani ayt. Menga kerak bo'lgani faqat bitta narsa. 13-iyul kuni uning oktagonga chiqishi. Qolgani esa o'sha yerda ma'lum bo'ladi. U haqmi yoki yo'q, dedi Max Holloway. Habib Nurmagomedovning fikricha, Conor Makgregor endi hech qachon avvalgi darajasiga qayta olmaydi. Uning gaplari: Oyog'i singandan keyinmi? Hech qachon. Bu imkonsiz. U endi avvalgidek oyoq zarbalarini bera olmaydi. Bundan tashqari uning ruhiy holatida ham ko'p muammolar bor. Shuning uchun vaziyat ancha murakkab. Lekin gaplarni targ'ib qilish borasida u tengsiz. Sportga ulkan e'tibor jalb qila oladi. Ular undan hali imkon qadar foydalanib qolishlari kerak, dedi Habib. Habibning fikri keskin. Uning nazarida Conor endi hech qachon avvalgi darajasiga qayta olmaydi. Oyoq jarohati, yosh va ruhiy bosim bunga yo'l qo'ymas ekan. Lekin tarix shuni ko'rsatadiki, Conor haqida tamom bo'ldi degan gaplar avval ham ko'p aytilgan va u bir necha bor barchasini hayratda qoldirishga muvaffaq bo'lgan. Bu safar ham shunday bo'ladimi yoki Habibning so'zlari haqiqatga aylanadimi? Bunga faqat vaqt javob beradi va biz buni 12-iyun erta tong bilib olamiz. Eslatib o'taman, jang shu hafta 12-iyul kuni T-Mobile arenasida erta tong bo'lib o'tadi. Video yangiliklar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan Tahlil MMA kanali edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha barchangizga xayr.